95-yillarda bo'lgan bu voqea, Alloh rahmat qilsin, otam o'sha vaqt tirik edi. Iloji bo'lsa, mana shu videoning tagidan shu tasmada otamning tasvirlari bor. Videoni pastdan qo'yib yuboring shuni. O'sha vaqtda magazinga kelgan, unda yuzda nemischa yozuvi bor ekan. Uni hech kim o'qib tarjima qila olmayotgan ekan. Otam yur bolam, shuni bir tarjima qilib bergin deb meni yetalab bordi. Odam juda ko'p ekan, bitta xalta unda to'g'rillatdi, yotqizib menga o'qib tarjima qilgan nevara deb otamning og'aynilari aytdi. O'qiyapman, chala-chulpa tarjima qilyapman. Ko'zim odamlar orasidan otamga tushib ketdi. Otam eski shu bo'ynaki traktorchilarning kiyimida shunday mag'rur yuribdi atrofga, shu qo'li bilan ko'rsatishga tayyorda, mana meni o'g'lim mana tarjima qilyapti deydigandayda. Ota shunday zotki, bolasining kichik yutuqlaridan dunyo qadar xursand bo'ladi, lekin bolasiga bildirmaydi. Ey ukalar, tezroq natija qiling. Ota-onangizga nimadir qilib bering. Ota-onangiz shu darajada kutadiki, ishoning, ota-onangiz sizni tezroq natija qilishingizni xohlaydi, lekin sizga ayta olmaydi, chunki sizda ayaydi.